Qarorchi hammaga assalomu alaykum. Nima gap? Bu meni YouTube'ga olayotgan ikkinchi videoyim. Hozir biz mana bir hafta bo'ldi. Qarorchi Dreamliga 2025 ta tortganimga. Hop. Men bu akkauntni kuchaytirib oldim. Anchagina mana ko'rishinglar mumkin. Bir narsalar qilib, endi hozirlar bilan nima deyapti bu? Net. Kerak emas menga hozir. Bolalar, sizlardan uzr so'rayman. Shu joyda singlim televizor ko'rayotganligi uchun ovoz eshitildi. O'yinni boshlaymiz. Bag'ga endi kontent xudo xolasa. Hop. Hop. Qarorchi jigarlar, mana ko'ryapsizlar, o'ynayapman. Xudo xolasa endi bag'ga kontent. Hey. Bu narsalar qilib o'yinchilarimni kuchaytirganman. Addushevkani ham o'ynaymiz, xudo xolasa. Opa. Hay. Kachoy qilib qo'yganman-da, ko'ryapsizlarmi bile? Hop, YouTube menga ban bergan 15 minutdan ortiq video chiqarmaslik uchun. Qarorchi men bu akkauntni o'zi 1 yil oldin ochib qo'yganman. Shundan beri video qo'yganim yo'q. Umuman rekka chiqmayapti, shuning uchun 15 minutdan ortiq katta video qo'yib bo'lmasdi. Shuning uchun. Jigarlar, addushilak bosib, meni qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman. Shu aytgan gap 100 ta yoki 200 ta like, bu videoni ham ikkinchi qismi. Go. Qancha beryapti bilmayman. Yetib boradi shu. Shu menga Dreamligani bitta tarafi yoqmaydi. Jichcha chalib pesholar ham yiqilaveradi, bile. Yomon yoqmaydi shu. Hoppa. Masuka. Farosh. Bitta gol urdik. Men bu akkaunt o'ynamaganimga 1-2 kun bo'lib ketdi. Bu ham ancha oldin ochilgan akkaunt. Lohid ochganimda keyin bitta Zolotoy игроки men bor edi. Shu bilan turibdi. Ikkinchi gol mana. O'sha bir haftadan beri o'ynayotgan bo'lsam, bir haftaning ichida shuncha darajaga. Qarorchi men reklamani ham ko'rib bo'ldik. Hey. Ko'rlarim yo'tolaveradi. Bile. Yomon berib qo'ydi. Wow. Hoppa. Qancha berdim? Uzr hayajonlanib ketib qoldim. Bir ikki marta o'ynasam ancha qo'lim kelishib qoladi. Ham ertaga ikkinchi video chiqadi, xuddi shuni.
Uy. Qaranglarmi ne bo'lyapti? Hozir men bunga preview qo'ya olmayapman. Shuning uchun kechirib turasizlar. Shu 1-2 oydan keyin to'g'rilayman hamma narsasini, xudo xolasa rekda bo'laman. Preview nimaga qo'yib bo'lmayapti? Previewda sim karta ulash kerak. Uning uchun sim karta kerak. Menda sim karta bor, lekin bloklanib qo'ygan. Shuning uchun nima qila olmayman. To'xta, harom. Pas bermay o'lay. Shuning uchun endi 1-2 oy kutib turasizlar, dushi. Ikkita gol bilan qutulamiz shekilli. Birga foydalanmadim. Patayset suka. Nima o'yinga nimasiga e'tibor bermaymiz. Men telefonimcha tezroq. Shuning uchun xira ko'rinyapti. O'tganda nimada ham ancha nima bo'lgan ekan. Ana nima deydi? Problemalar bo'lgan ekan. Transferda bizga kerakli o'yinchi necha minut bo'pti? 7 minutga borib bo'pti o'shadan. Hop. Bitta ssenariy o'ynaymiz. Yo'q ana. Hop. Zabit gol bitta urish kerak. Adiyuf Gradit unga pas berish kerak ekan. Gradit qani o'zi? Buni batga qo'yib qo'yamiz. Bo'ldi. To'tela bitta ko'rib olay. Gradit Diyofga pas berish kerak ekan. Hoppa. Qo'lim tegib ketib qoldi, uzr kechirasizlar. Bo'ldi. Kredit. Hop. Shuncha nomer ulamaganim uchun videolarda bo'lib 15 minutdan uzoq bo'lmagan videolar chiqarishim kerak. Uskariniyasi ancha past ekan. Hop. Hoppa. Ay. Ay. Uglavoy. Yaxshi. Хорош. Baqa zarba beramizda bitta mashdan cho'zamiz. Offside bu bo'ldi. Hop. Videoda bo'layotgan muammolar uchun oldindan nima deyapman onangni? The fans are on their feet. Stop. Get now. Yaxshilamay qoldi. Uzr.
Hop. Bitta pas, balkim bitta pas. Qo'bale. Gol malades. Yutqazyapti deymi? Shotga qaramabman, uzr. Shotga qaramabman. Ay, blin. Yo, hali bor ekan. Yana bitta o'ynab ko'ramizmi? Yo, o'ynaymiz. To'xtab turinglar. Kredit batga bo'lsa, batga bo'lsa, pulini batgan, zo'rayam batga. Bo'ldi ekan. Maya tappa. Machado. Az bir minut. Oh, xarosh. Endi bag'ga g'alabaga o'ynaymiz. Bo'ldi. Yuranda yo'l bo'lsa kerak menimcha. Yo'q, malades. Yana bitta gol, keyin 150 gram pul beradi. Oh, xarosh. Ishlamay qoldi deb qo'rqib ketdim. Boshiga shapka kiyibman, trener. Yomon kuliyli qilib chiqaradi trenerga ham. Insam golmi deyman-da. Хорошо yutdik. Men aytdim, 180 duram. O, tashqari berdi. O, блядь. Короче, hop. Videoni o'zi tugatishdan vaqt kelib qopti. Reklamani ham ko'rib olding mana. Hop, endi bitta Diego Jota'ga mashhur o'yinchini olamiz, davay. Keyin komandaga kirib turib bo'ldi. Mayli, keyingi videoda ko'rishguncha, addushi sizlarga ko'rganlaring uchun rahmat.